Assalomu alaykum hammaga. Dehqonobodlik obunachimizga akamizni komplekt bilek bilan o'rnatib bergan. Shuncha kutgan ekan, yo'lga to'xtab o'rnatib bergan komplekt. 4 teshikka bo'ladi. Juda ham chiroyli holatda. Qashqadaryoliklar kiranisalar qo'ydirib oladi. Pastga tipa komplekt o'rnatilgan. Ruchkalari ham mer dizayn bo'ladi. Knopkalar hammasi bilek bilan bo'lgan. Komplektda mana bu komplekt bo'ladi, ikkalovi. Mana bu ruchka komplekt bo'ladi. O'rnatib chiroyli qilib berdik. Endi sal chang bo'lib turibdi, shuning uchun uncha bilinmayapti. Shuning uchun men pastga nur qoldirib qo'yaman, telefon qilaversalaringiz. Chiroyli qilib dastlabki xizmatlarimiz ham bor, dastlabki qo'ramiz. Tog'a, nima deysiz? Ayting. Zo'r gap yo'q, ustojon. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Rahmat aka. Shuncha kutib, hurmat qilgan ekansiz, kelib qo'yib berib o'tib ketyapmiz. Pastga nomer qoldirib qo'yaman, bemalol telefon qilib aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. E'tibor uchun hammaga rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Adresimiz Toshkent shahri.